Salam do'stlar. Men shu ota-onamning bu kitobni o'qib baqqan bo'lishini umid qilardim degan kitobni o'qib unga elib tamomladim. Endi bu bir farzand tarbiyasi to'g'risidagi nihoyat yaxshi kitob. Shunga chiqib buning zodi nimalar so'zlandi. O'qish jarayonida men nimani his qildim? Sizlarningki anglashinglarning qanday ahamiyati bor degan haqda ozroq o'rtoqlashay deb gap qilib turibdiman. Men Ali Ma'lumninki shu psixik o'rganayotgan bir o'quvchisi, VIP 2 sinfdagi. Endi bu darslarda biz ma'lum bizga shu odamlardagi qalb zaxmisininki jarohatning kichikida, ya'ni shu ibtidoiy oilasidan o'zi tug'ilib cho'ng bo'lgan oiladan kelganligini, shu oila sababidan qilib qolganligini so'zlagan bo'lsa, men bu kitobni o'qish orqali bu jarohatlarning hatto buvoqliq mezgilimizdan tortib qalbimizga o'rnab ketadiganligini bilib oldim. Endi nimishqa bunday deysan deganda, mush kitobda shu mazmunlar bek tafsiliy tasvirlandikin buvoq vaqtimizda, ya'ni bir buvoq yig'lagan bo'lsa, darhol shu ona yoki boqquchi kelib baloni ko'tarib papligan bo'lsa va yoki kechalari bola yig'lab uyg'onganda yenida opsi bo'lsa, bu bola naytdi xotirjamlik his qiladi ekan, quchoqlagan vaqtimizda, silg'an vaqtimizda, emitgan vaqtda degandek, mushu har qaysi inchiki halqalardan bola o'ziga nurg'un bir xotirjamlikni, mehr muhabbatni his qiladi ekan. Keyin cho'ng bo'lgandan keyin bolaning nayt ko'ngli to'q holatda cho'ng bo'lishi yoki xeyli bir cho'ng bo'lib qolgan turibmi shu ota-onasiga yepishib olishi, beklam kayni kirib olib ajirmaydigan bolalar bor. Ashunday holat bo'lib qolishlarining hammasi shu mezgillardagi, buvoqliq vaqtidagi shu ishlarningki sababidan bo'ladi ekan. Endi buni bilgan vaqtimda shunda hayron qoldim. Ham hozir bo'lsa-mu shuni uqib xush bo'ldim. Bizda ko'pincha shu xonim qizlarda qanday ahvol bor desa, masalan, bolasi tug'ilib bir 3-4 yoshga kirgan bo'lsa-mu, tek balam kichik, farzand tarbiyasini balam sal cho'ng bo'lganda andan o'rgansam bo'ldi, andan anglasam bo'ldi, buning oid mazmuni deb menda o'ylaydigan bir xato qarashlar bor. Amaliyotda bolasi cho'ng bo'lganda qanday vaqt anglaydi, qanday vaqt izdindi deganda nurg'un onalar bolalardan mas'ul ko'rilgandan keyin ondan farzand tarbiyasi haqida izlanishga boshlaydi. Farzand tarbiyasi to'g'risida kitoblarni o'qiydi, darslarga qatnashdi, hatto psixik maslahatchilardan maslahat oladi degandek. Bu vaqtcha desa biz nurg'un ziyonlarni tatib bo'lamiz. Bolaga nisbatan bek zo'r yo'qotishlar bo'lib bo'lishi mumkin hayotida. Shunlashqa hamda mushunda bir ahvolning oldini olish uchun qanday qilsak bo'ldi ekan deganda, bu kitobni o'qib men yana bir qatim his qildim. Shu to'y qilish oldidagi qizlardan tortib, hatto homildor, ig'ir oyoq tug'ish oldidagi onalargacha shulardan boshlab bu kitobni hammaylar bir o'qib, anglab, o'rganib, o'zlashtirib chiqsak yaxshi ekan. Asli farzand tarbiyasi men yana bir qism materiallarda o'qiganimda to'y qilishdan burun boshlandi ekan-chu. To'y qilishdan burun ashta tayyorlandi ekan. Onami, dadimi shu to'g'risidagi o'rganishlarni qilib tayyorlandi ekan. Lekin bizda o seviyaga bormadik. Bizda o xil holat yo'q. Endi ilham bo'lsa-mu, bu kitobda bizga ilham bo'lsin kechikmaydiganligimizni, bolalarimiz bilan bo'lgan shu munosabatlarni qanday yaxshilay oladiganligimizni shu yo'llarni tafsiliy ko'rsatib beradi. Men yana nimani o'yladim deganda, aslida farzand tarbiyasi haqida o'rganishni biz ona bo'lishni o'ylagan vaqtimizda tayyorlik qilib, o'rganib, ondan bolamiz tug'ilgandan keyin amaliy uchrashib bo'lgan bu ahvollarni kuzatib, o'rganganimiz bilan selishtirib, o'zimizga va bolamizga mos keladigan usulni tepib chiqish bu eng yaxshi farzand tarbiyasi ekan. Shunga bu kitobni shunda aniqroq tushuntirib qo'ygim keldi. Mayli endi tug'ilgan bolasi bor, yangi onalar bo'lsin yoki bolalari xel cho'ng bo'lib bo'lgan onalar bo'lsin, bu sizlarningki ona bola o'ttirsidiki, ota-ona bilan bola o'ttirsidagi munosabatinglarni yaxshilashinglarga, asliga keltirib olishinglarga, voy isit, balduroq bilgan bo'lsam, manda qilsam bo'ldi ekan degan shu taraflaringlarni to'liqlab olishinglarga yo'l ko'rsatib beradi, ko'rsatkich bo'la oladi.
Masalan, bolalar ma'lum bir ishni qilaman degan chog'da biz qig'il qo'ymasak, u qattiq achchiqlaydi. Achchiqlasa biz bilan xaplaymiz. Eng oddiysi o'zimninki misolini olsam, shu kechda yotadigan vaqtida bolalarim televizorga to'ymay qaraydi-da. Attigalik turolmaysizlar bolam, uxlanglar bekka cho'p ketdi desam, yana ko'rdim deb ashta bir necha qatim xapulshab ondan yotgan vaqtlarimizmi bor. Kechtamda uxlashdan oldida bolaning ko'nglini yerim qilib qo'yib, o'zim bola uxlagayaqim yig'lab mushta uxlab qolgan vaqtlarimmi bor. Endi to'g'risi nima ekan deganda, bolaning hissiyotiga kirishchu. Masalan, sening asli yana uzoqroq televizor ko'rib bordi, shundami bolam deb boladan so'rash. Buni so'g'andan keyin bolaning qalbi shurrida eriydi ekan. Shuning bilan bola qaytadan televizorni etish emas, sizning gapingizga ma'qul bo'lib yotadiganga kiradi ekanda. Bo'ldi uxlayli deb. Chunki shu gapni deb bo'lganda bolaning siz shu vaqt ko'nglini to'liq his qila oldingiz degan gap. Yana azroq ko'gang batdi, shundami, ko'rib qanmaganting deb so'rab etgandan keyin bola deb akilaydi, quchoqlaysiz, ko'tirasiz. Undan keyin asli yana ko'rsang mayli balam. Ko'zangiz yalliq yoki attigalik saat turib maktabga borsa emasmi, uyquni ocholmaysa, uyqu yetarlik bo'lmasa, bo'yi o'smaydi deganga o'xshash. Bunda gapni tushundigandan keyin bu vaqtda bola ondan sizninkini anglaydi ekan. Biz avval bolaninkini anglashimiz kerak ekan. Avval bolaning his tuyg'usini his qilishimiz, shu tuyg'uga kira olishimiz kerak ekan. Ondan bola bilan yaqin munosabat o'rnatalaydi ekanmiz. Ondan Alimalim bizga mush psixika darslarida shu bolaga to'liq xapilab ketishlarimizning ashuningki sabablarini tushundirdi. Sizlar shu o'zinglardagi jarohat qo'zg'alib ketadi bolalar shu ishni qilgan vaqtida deb. Buni endi texnik tafsiliy tushunib oldim desam bo'ladi. Ya'ni nima desa, masalan, bola oldirmay kiyimini kiyganda yoki bir ishni qil deb nim qilsak, ishtik bo'lmaganda biz qattiq xapilab ketamiz. Bu vaqtda nemishqa bunday bo'ldi ekan deganda, chunki biz kichik vaqtimizda ashunda lo'mildab, misildab ish qilgan vaqtimizda o'ydikil bizni qattiq tanqidlaganda, shu jarohatimiz qo'zg'alib ketadi ekan. Shuning bilan bolaga o'zimizni kontrol qilolmagan darajada ashunda xap bo'lib ketadi ekanmiz. Endi bu kitobda bir misol bor, bir onaningki misoli. Buningda shu balla televizorning ovozini sal chinroq qilib olsa, yo bo'lmasa uyda yugurib bir ovozini chiqarsa, apsi xapulab bo'lgandan keyin bu bola so'raydi, siz kichik vaqtingizda ashunda ovoz chiqarib etsangiz uyingizda nim bo'ladi, apa deb. So'raganda bu ona deb berdi. U aps kichik vaqtida, ya'ni bu xonim kichik vaqtida dadisi xilbek yashinib qolgan, endi varanchurun xolamaydigan mushunda. Shuna bo'lgandan keyin bular uyda mangsimu putining uchida desib, ashunda avoylab mangdigan pek ovozini chiqarmay. Ashunda holatda ekanda, shuning bilan bu yana bir jumla tilga ilinadi. Del ashunda vaqt sizningki aslima sanduqingizning og'zining ichilib ketgan vaqti deb. Shu kichik vaqtlarimizdagi shu ishlar, shu xil jarohat bizni qayta qo'zg'olib, bizni azoblayotgan, bizni bearam qilayotgan vaqt ekanda bu. Deb bu nurg'un savollarning javobi chiqdi. Demak, bolaga qanday qilish deslabda, qanday bir muomala qilish, bolaning his tuyg'usi qanday kirish, qanday qilib ona bolalik munosabatini yaxshilash degan haqida xeyli cho'nqur bir tushunchaga ega bo'ldim. Shunga bu kitobni qaysi yoshdagi bolalar bor ota-onalarga mos keldigandu, kimlar o'qisa bo'ldigandu degandek iniqsiz bo'lib qolgan do'stlarimiz uchun azroq bo'lsin, yordam bo'lsin deb shu o'rtoqlashishni qilib o'tirman. Shunga sizlarga bu kitobni kuchli tavsiya qilaman. Anglagandimi bo'lsa turmush amaliyotingizga, balonglar bilan bo'lgan shu inchik nuqtalarga, dialoglarga birlashtirib turib anglab, hatto xotir qoldirib olib, amaliyotimizni sinab baqsak bo'ladi. Anglab ham ishlatalaymiz-chi. Bo'ladi. Bugun mushunchalik tushuncha bersam, hammalarga rahmat.